Men shunchaki kamarlarimni olish uchun keldim. Men ularni allaqachon mashg'ulotlarda yutib bo'lganman. Qanchalik mehnat qilganimni bilaman. Sparing mashg'ulotlarida va umumiy tayyorgarlik jarayonida nimalarga qodir ekanligimni bilaman. Qanchalik kuchli ekanligimni bilaman. Oktagonda hech kim mening darajamga yeta olmasligini ham bilaman. Buni aytganimda ehtimol biroz o'zimga ishongandek tuyulishim mumkin. Sizlar meni tentak deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin men doim isbotlab kelganman. Men dunyodagi eng zo'r jangchiman. Jangdan keyin kameralar orqali ko'rdik. Siz va Charles oktagonda bir necha so'z almashdingiz. Agar bu shaxsiy suhbat bo'lsa, tushunaman, lekin agar bo'lishingiz mumkin bo'lsa, nima haqida edi? Biz bir-birimizga juda hurmatli so'zlarni aytdik. Charlesga butun dunyodagi hurmatim bor. U afsonadir, haqiqatan ham afsona va men unga cheksiz qoyil qolaman. U aytganimdek ajoyib inson, hammamiz uchun namunadir. Islam Makhachev va Jack Della Maddalena o'rtasidagi titul jangi yaqin orada tashkil etilishi bo'yicha qandaydir yangilik bormi? Bu ishni bitkazganimizda sizga aytaman. Shu mavzuga qo'shilib aytsam, albatta Ilyaning g'alabasidan keyin odamlar kelajakda uni Islam bilan jangini ko'rishni juda ham istashyapti. Bilasiz, odamlar aynan shu jangni orzu qilishgan. Ilya shu haftani boshida aytdiki, agar Islam o'sha jangda yutqazsa, unga yana kamar uchun jang qilish imkoniyatini bermaydi. Bu shunchaki gaplar, tushunyapsizmi? Ha, albatta, lekin men tasavvurimda bu jangni bir kuni baribir tashkil qilasiz. Albatta, men bu jangni ertaga ham tashkil qilgan bo'lardim. Ha, yoki seshanba kuni.